Üçüncü. Aka üçüncü. Nalichini. Shunga. Omonatsiz topshiramiz. Andijon viloyati Marhamat tumanidan keldik. Farg'ona viloyati So'x tumanidan keldim. Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Bugun mashinalarni topshiramiz. Ya'ni 6 ta Cobalt'da 2 tasini O'zbekistondan olishdi. Qolgan aka-ukalarimiz esa hozir mana kirib kelishgan, yonimizda mana ko'ryapsizlar. Nalichi naqd pullar egalariga yetkazamiz. O'yin davomida aytganmiz, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz mashinani olishsa pulini beramiz deb. Har bir aka-ukamizga iloyim nasib qilsin. Biz 1800 ta уже chiptamiz sotilibdi. Ikkita Kia Rio mana yonimizda. Boli batafsil ma'lumotni Telegramga o'tinglar, Telegramdan olasizlar. Barchaga omad. Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar esa Oybek TV kanalidasizlar. Bugun esa o'tgan o'yinimiz o'tib, ya'ni 6 ta Cobalt qo'ygan o'yinimizni o'tkazdik. Ikkita aka-ukalarimiz O'zbekistonlik aka-ukalarimiz O'zbekistondan mashinani olishdi. Qolgan aka-ukalarimiz Tojikistonlik, Qirg'izistonlik nalichi naqd pulini beramiz deganmiz. Mana hozir yonimizda turishibdi. Avvalan barchalarini tabriklab qolamiz. Shunchalik ishonch bildirib, shuncha yildan buyon ichimizda akalarimizda aytib kelishdi. Mashina yutganlar ham bor ekan. Hozir boli batafsil so'rab izoh olamiz akalar. Yuringlar bo'lmasam. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Xush kelibsiz. Avvalam tabriklaymiz aka. Shunday mashina yutish nasib qilibdi. Kammi, ko'pmi? Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz, qanchadan buyon ishtirok etasiz? Assalomu alaykum. Men Tojikistondan, Isfara shahridan 2 yildan beri sizdan bilet olardik. Men nasib shu kunga kelibdi. Даже mana kvartira qo'yganingizda 20 mingdan bilet oldik. Bu ham nasib. Mana nasib shu bugunga qo'shakan Cobalt mashinasini yutib oldik. Tojikiston qayerdan? Isfara shahridan. Isfaradan. Hozir qayerdan keldingiz? Sankt-Peterburgdan. Siz Peterburg. Yo'l ko'ra ham yaqin deydi, Xudoga shukr dedi. lekin bo'pti-da aka. Xudoga shukr. Qanchadan buyon ishtirok etasiz? 2 yildan beri ishtirok qilamiz. Xudoga shukr. Ha, nasib shu bugunga qo'shilgan ekan. Endi bor ekan-ku dedim. Bor ekan-ku dedim. Ha, Gap yo'q. rahmat. Kim tavsiya qilgan aka kanalimiz? Bizda bolalar ko'rar edi, ishda ko'rar edi. Men dedim, risk qildik, to'xtamadik. Yutmaganlarimiz ham bo'ldi. Hammasiga endi nasib shu ekan. Shu vaqtga kelib. Rahmat hammalaringga. Yutganlar bormi bir tanishlardan yo o'zingiz biror nima yutganmisiz bunda oldin? Yutganlar bor. Bir sinfdoshim yutuvdi. Boshqa nimadan endi Seramnoda ishonch bor edi. Ishonch bildirib Ishonch bildirdi. Shu bugun o'yinimizga nasib qildi aka. Xudoga shukr. Hammalariga rahmat. Hammalar rozi bo'lsinlar. Nechta bilet oldingiz? Bitta bilet oldim. Bir Rossiyaga. dona bilet. Mana obunachilarga aytingda omad kelsa. Omad kelsa bitta bilet bilan yutadi ekan. Osh bo'lsin aka. Olgan chek biletingiz bir qator ko'rsatib yuborasiz bo'lmasam. Akalar, главный priz bosh sovrin mana bu ortimizda turgan Monster'da ko'ryapsizmi? 625 ta ot kuchi X6 M Competition. Endi do'stlarim, bu mashinaga men o'ylayman ta'rifga so'z ojiz. O'z turishini ko'ryapsiz. 1800 ta chiptamiz уже tugabdi akalar. Shuning uchun bir omad sinab ko'rasiz. Boli batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. Kimki YouTube'dan ko'rib turgan bo'lsa, mana shu video ostida o'tinglar, obuna bo'ylar, mana shu akalarimizga o'xshab mashina yutib olish sizlarga ham iloyim nasib qilsin. Xo'p, ekranimizni bitta ko'rsatib o'tib ketasiz. Akalar Amriddinga tashlashibdi 260 60 60 nomer telefon. Endi chiqib turib chekingizni, biletingizni ko'rsatib yuborasiz aka bo'lmasam. Ne biletim ungacha. Nechinchi raqam? 1300 Abdurahmon nomer telefonlari ham turibdi mana Cobaltlarimiz. Iloyim nasib qilsin. Buni oldin ham mana postoyanno ishtirok etib kelishar ekan, bitta bilet olib. Yangisiga ham olgan mana. Yangisiga ham olib qo'ydingiz. Yangisiga ham mana o'sha mana do'stlar. Mana bunday tarzda biletimiz 407-raqam raqamni olishibdi akamiz. Avvalam tabriklaymiz, shunchalik nasib qilgan ekan. Aka bo'lmasam shuncha Rahmat. yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Aka-ukalarimizga samimiy so'zlaringiz bo'lsa yo'llab yuborasiz. Hammalaringga rahmat. Hammalari rozi bo'linglar. Sizlarga ham nasib qilsin shu yutishlar. Bundan yaxshisi bo'lsin sizlarga ham. Rahmat. Xoshingiz bo'lsin aka. Xo'p. Do'stlarim, yuramiz ikkinchi sohibimiz bo'lmasam tabriklaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Akalar, qaranglar. Kimki Telegram kanalimizda primoy efirimizni ko'rishgan bo'lsa, bir opamiz Moskvadan opamiz yutishgandi. Bu kimlari bo'lasiz aka? Men
xonadoshi bo'laman. Xonadoshi. O'zlari kelisholmabdi, opamiz mana akamiz yuborishibdi. Hozir bir qator suhbatlarni olamiz. Endi u ikki og'iz o'zingizni tanishtirasiz. Kim bo'lasiz, qayerdansiz aka? Tak, ismim Rasul, Surxondaryodanman, O'zbekiston Surxondaryo Jarqo'rg'ondanman. Shu opamiz o'ynagan ekan YouTube'da. Shu fursatdan foydalanib qolganlarga ham tavsiya qilaman. Tavakkal, Allohga tavakkal qilib ko'ringizlar, mabodo yutib qolarsizlar. Nima deyman boshqa? O'zingiz bilarmidingiz bunda o'yinlar tashkil? Yo'q, bunda o'yinlar borligini bilardim. Endi oldinlar o'ynaganman. Hozir ishim, sistemam boshqacha, shuning uchun uncha o'ynamayman. Nasib xudo xohlasa, endi hozir siz bilan batafsil yana kadrdan keyin gaplashamiz. Qanday tushuntiraverasiz ozgina yo'l yo'rig'ini olamiz. Opamiz nega kelisha olishmadi? Opamizni birinchidan ish joyidan javob bermaydi, ikkinchidan shu dokumenti sal srok o'tganligi uchun riskovat qilib kela olmadilar. O'sha sababli hech qisi yo'q, har xil vaziyat bo'ladi akalar, tushunamiz va shuni inobatga olgan tarzda O'zbekistonda ham mashinalarni qarindoshlar olishyapti. Hech qisi yo'q. Самое главное, проверка qilib keyin beryapmiz. Chek bilet tashlab berishdimi? Shuni ko'rsating bizga, самое muhimi. Xo'p, ekranga ko'rsatasiz. Daqlaylik, kattaroq bo'ladi. Mana opamiz necha ekan bilet raqamlari? Xo'p, 1092 raqamda olishgan ekan. Cobalt o'yinimizda mana akalar. 1092 tavakkal nomer telefonlari ham turibdi. Bir dona olishdim bilet. Shirinbekka tashlashibdi. 63 nomer telefon ham bizniki, tekshirib chiqdik, hammasi bor. Avvalam tabriklaymiz, opamiz ko'rib turishgan bo'lsa. Opajon, mana sizni omonatingizni akamizga topshiryapmiz. Cobalt yutgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga. Aka uchinchi nalichi naqd pulingizni opamizni ham tabriklaymiz. Sizga ham esa dalish davom etasiz, siz ham o'z omadingizni sinab ko'rasiz. Endi realni gapiring, ishonch bormi yo'qmi? Borini ayting. Realni gapiraymi? Mayli, salgina qo'pilroq bo'ladi, unday xohlamayman-da. Yo'q, bori chiqarsin aka. Nima desam bo'ladi? O'zim hayotimda shu bir direktorimni, shu direktor qilgancha o'zim 2000 dollar ishlagan bo'lsam, u direktorim kissasiga 15000 dollar tiqqanman. Sizlar ham shu harakat qilingizda sizlarga ham o'xshaydi. Demoqchimanki, bu gapim bilan o'ynaysizlar, baribir bir kun chiqadi. Shu opani endi men bilganimdan anchagina puli ketdi. Endi men hisob kitobim bo'yicha balkim 300 ming, 400 mingdir. Lekin oxiri yutdi. Barakasini bersin opaga. Ishiga omad. Rahmat Oybek aka. Endi aka hozirgi kunda ko'chaga chiqib 2000, 3000 ovqatlarim ketib qoladi-da. Uni ham hisoblaydigan bo'lsak, yashashning keragi yo'q. To'g'risida. Endi bu katta pul emas, 2000 ga mana bugun opamiz mashina yutdi. Endi savol 1-2-3 yil ishlab mana shu yerda mashina ola oldimi opamiz? Men o'ylaymanki yo'q. Shuning uchun joni sog' bo'lsin. Oybek rahmat. Nastroyni tushirmang akalar. Hammalaringizga rahmat. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu akamiz do'stlarim 2 yil oldin bizdan nima yutganlarni o'zlari boli batafsil aytishadi. Aka o'zingizni bir tanishtirib. Assalomu alaykum. Men Qirg'izistondan Batken viloyati Isfana shahridanman. Razaqov shahridan, hozir Razaqov bo'lgan. Bundan 2 yil ilgari Cherry 7 Pro yutgan edim. Undan keyin orada 500 dollar pul ham yutganman. Oybekjon o'zlari o'tkazib berganlar. Mana nasib qilibdi, bitta bilet oldim. Qabul chiqib turibdi. Xudoyim shuni xohlagan ekan, mana keldik, nasib qilibdi. Bo'lgani keldik. Xudoyim, mashina nima qildingiz aka? Mashina hozir xizmatda. Sotmadingiz? Yo'q, minyapsiz. Minamiz. Yaxshi kunlar. Mashina qalay? Zo'r. Chotki. Shu haqida ham bir aytib o'tib keting-da, akalarimizga ham qiziq, shunchadan hozir gap bo'ldiki, misol uchun kerak bo'lsa, kesak 5 yillab ishlastagan mashina ola olmaymiz. Mana Oybekga karomatlari bilan moshindor bo'ldik mana. Yoniga yana bitta qo'shdik, Xudoga shukr. Mana uchinchisi nasib qilibdi. Bugun akamiz Cobalt yutishgan, O'zbekistondan bo'lsa ham bugun inshaalloh akamizga pulini topshiramiz. Qirg'iziston. Qirg'izistondan bu akamiz. Uzr do'stlar, Qirg'izistondan. Men Moskva viloyati Dimitrovdaman. Mana shu yerga kelib, mana Xudo xolasa sog'amizni olamiz. Nechta bilet oldingiz aka bu o'yinda? Bitta bilet olgandim. Ya mashina yutib ham bittadan olyapsizmi? Yo'q. Anaqa undan ilgarigi o'yinda oldim. Bunusida xayol bilan bo'lmam, qarasam bilet oxirlashib qolibdi. Endi sharoitga qarab hech qisi yo'q aka.
telefon ham ko'tarolmadim-ku, bilmayman. Yaxshi aka. Shu olgan chek biletingiz bir qator ko'rib tekshirib yuboramiz aka bo'lmasam. Akalar, o'yinimizda BMW X6 MK dan tashqari yana ikkita Kia Rio bor. Ikkalasi ham 21-yil, e'tibor beramiz, ortimizda turibdi. Xo'p, ekranga bir qurtib ko'rsatasiz. 3378 raqamni Shuhrat akamiz olishgan ekanlar o'tgan Cobalt o'yinimizda. Xo'p, mana bir dona olishibdi, o'sha telefon ham qilishgan, mana cheklari ochib yuborasiz aka, qaysi biriga bosamiz. Xo'p, Amriddinga tashlashibdi 260 nomer telefon. Tabriklaymiz aka, hammasi bor. Bitta bir qator WhatsAppingizni ko'rsatib yuboraylik-da. Bir ekranga ko'rsating. Bu yoqda yo'qmi aka biletlar? Ya boshqa almashtirganman. Bundan oldin ham olishgan ekan, WhatsAppda almashtirganman deyishyapti. Chiqish yo'q do'stlarim. Tabriklaymiz avvalam akamizga nasib qilibdi. Shu aka. Omonatingiz. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi kunlaringizga buyursin, Ilohim nasib qilsin. Opamiz siz bilanmi? Ha, ayolim bilan. Ha, ayolingiz bo'lishadi. Opada xursandchilik menimcha juda bo'lsa kerak. Chunki ko'pchilikda ayol aytadi-da, o'ynama bu o'yiningni yig'ishtir degan akalarimizda ham bo'ldi-da. Opa, ikki og'iz ham gapiring bo'lmasam, efirda turibsiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Sizlar o'ylanglar, o'ynanglar. Bizda har o'yinda mashina yutib olinglar. Bu safar Xudo xolasa BMWga kelamiz. Ilohim nasib qilsin opa, yaxshi kuninglarga buyursin. Aka, bo'lmasam oxirgi samimiy so'zlar, shunchadan buyon ishtirok etib yutolmay turgan aka-ukalarimiz ham bor. Siz 2 yil oldin mana mashina yutibsiz, yana o'yinda ishtirok etib kelyapsiz. Yana bugun mana nasib qilibdi. Shu insonlarga nima deya olasiz? Bu o'yinda yutolmagan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga keyingi o'yinlarda nasib qilsin. Xudo xolsa keyingi o'yinlarda bizni olamiz. Biz yutmasak, shu yutmaganlarga nasib qilsin. Hamma o'ynasin, yutsin, mana shu xursandchilikda bizga o'xshab mana shu yerda kelib tursin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Ilohim sog' bo'linglar, Ilohim nasib qilsin aka yana kelish. Oxirgi sohibimiz qolishdi. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdan bo'lasiz aka? O'zingizni tanishtiringchi. Men ismim Nosirjon, Tojikistondan, Bojan G'ofurov rayonidan, Samardanman. 2 yildan beri ishtirok etamiz akamizdan. Mana bu yil Xudoga shukr mashina chiqdi. Kattadan katta rahmat. Yutolmaganlar yutaversin. Haqiqiy ekan, mana mashinalar chiqibdi. Boshida birinchi o'yinimda shu birinchi pul tikkanimda $3000 yutgandim. Keyin ayolim yutdi. Pul yutdi. Undan keyin mana mashina yutdi, Xudoga shukr. Tikingizlar ishonch ekan. Nechinchi o'yiningiz aka? Uzr, gapingiz bo'ldi. Tak, men hozir 4-chisimi shunaqada. Birinchi o'yinda $3000. 3000, birinchi o'yinda. Ha. Shunda X7 aniqlovdingiz-ku. Ana shunda chiqqandi-da. Sразу beribdi. Ha, shunda уже chiqqandi $3000. Ha. Undan keyin yana ayolim ham 5000 ga 3 ta bilet degaysa, shunda 5000 ga olib qo'ygandi, unga ham chiqdi €20,000 pul. Xudoga shukr, mana ishonch bor ekan, yana olyapmiz. Xullas pulni tushirib berganmiz, ishonchini oshdi aka. Davom etib ketdi. Nechta bilet oldingiz? Tak, 37 ta bilet olgandim. Bu o'yinda. Ha. Ana do'stlarim. Hozir yana padarishni bilet chiqdi mana. Bitta ekranga ko'rsatasiz aka, mana shu narsani. Tak. Oldinga olganim mana bu 3 ta, mana 4, 5 ta, 6 ta, endi mana 7 ta bo'layaptimi, mana 30 ta bo'layapti. Shoshilmang aka, shoshilmang, o'qiyosh tushib tezlashib qolyapti. Mana. Akamiz xullas 37 ta biletga riskovat qilib do'stlarim. Hozir. Aka, mashinadan boshqa yana biror nima chiqdimi? Pul yo'q, haliga chiqibdi-da, ana. Hozir Priz chiqdi, ha, priz chiqdi. Mana raqamga chiqqan. 44 39 raqamga chiqdi. 44-39 ga nasib mashina deb yozishgan ekan. Xudo xolasa chiqdi. Akamizga pul prizi chiqdimi, yo'qmi aka? Pul priz yo'q. Padarishni bilet. Cho'ka padarishni bilet chiqdi, mana chekini ko'rsatamiz. mana 50,000 rubl tashlashgan Amriddinga 260. Tekshirib chiqdik, hammasi bor.
Gap yo'q aka. Shunchalik avvalam ishonchingiz uchun, daveriy uchun rahmat. Men rahmat o'ylayman, sizlarga. mana bunisidan ham qattiq riskovat qilishingiz kerak. Xudo xolasa, ha, bunga ham harakat bor. Iloyim. Ha, keyin yaqinda meni kelinoyim BMW X3 yutib ketgandi. Siz kelinoyingiz Ha, bo'lishi. men kelinoyim bo'ladi, Sverlovskdan kelgan. Ana bu. Ha, ishonch bor ekan, mana yutibdi endi. Hammaga nasib qilsin, kun qancha tikkan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham chiqsin shunday yutuqlar. Hamisha omad bersin hammaga birdek. Addushi samimiy so'zlaringiz uchun avvalam aka tabriklaymiz. Shunchalik ishonch bildirib 37 ta biletga riskovat qilib akamiz o'ynab kelyapti. Mana omonatingizni topshiramiz aka. Keyin bir qo'lingizni ushlab qo'ying. G'oliblarni. Sizga ham omad yor bo'lsin. Doim mana shunday obunachilaringiz ko'payaversin. Yutaversin yutmaganlar, nasib qilsin mana shunaqa mashinalar olib ketsin. Mana el qatori hammaga nasib qilsin chiqib. Iloyim. Shu bizni samimiy tilagimiz. Gap yo'q. Shu. Oshinglar bo'lsin aka. Avvalam bugungi yutuq yutgan aka-ukalarimizni barchani tabriklab qolamiz. Iloyim sizlarni o'rninglarda ham kelasi o'yinlarimizda aka-ukalarimizga ham iloyim nasib qilsin. Mana ko'ryapsizlar, oxirgi payt mashinalarni ham biz ko'paytirganmiz. Endi bu o'yinda bir millionerlar o'yini qildik. O'zinglar ko'ryapsizlar mashinani. Kim yutsa ham men o'ylayman, bu sovuq o'lkalarni butun umrga tark etadi. Barchaga omad tilaymiz akalar. Omadinglarni bersin. Iloyim nasib qilsin akalar barchaga. Tabriklaymiz akalar. Barchaga assalomu alaykum. Oybek TV kanalida sizlarni ko'rib turibmiz. Demak, bugun xursandchilik kun, sababi mashinalarni olgan egalari kelishdi. G'oliblarimiz aniq. Mana oila a'zolari shu yerda. Ikkita mashinani mana shu avtosalondan O'zbekistondan Toshkentdan berib yuboryapmiz. Qolgan 4 ta mashinani esa egalari pulni olishni afzal ko'rishi va Sankt-Peterburg shahridan prizlarni olishadi. Pul prizlari ham mana shu videoni siz ko'rayotgan bo'lsangiz, u yerda topshirilib boryapti. Tez orada barcha pul prizlari ham topshiriladi. Demak, g'oliblarimizga yuzlanamiz va ularni tabriklaymiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. Qayerdan keldinglar? Biz Andijon viloyati Marhamat tumanidan keldik. O'g'lim Turdiyev Alijon Rossiyada Chelyabin shahrida ishlaydi. Shu Oybek Abubakir kanalidan o'ynagan ekan. Mana mashina Cobalt avtomasini yutib oldi. Ishonchli ekan, o'rtoqlar. Hammasi rost ekan, yolg'on emas ekan. Sizlar ham o'ynanglar. Xudoyim niyatlaringizga yetib, sizlar ham yutib olinglar. Ishladimi o'g'lingiz Rossiyada? O'g'lim 2 yildan beri ishlaydi. Mana 6 oydan beri shu harakat qilib o'ynab kelayotgan ekan, mana yutib olibdi. Ba'zilar yillab davomida mana shu ishlab ham mashina ola olmaydi, lekin mana 2 yildan beri nasib qilibdi, Xudo beribdi. Mana xursandchilik menimcha bor bo'lsa kerak. Dadasi katta hojiga umraga ketyapti. Mana dadasiga podarka qilaman dedi. Mana niyatiga yetdi bolam bechora. Yo'ldoshlari, do'stlar, mana ko'ryapsiz. O'g'illari yutib olishibdi. Demak, iloji bo'lsa bilet va chek raqamini ko'rsatib o'tamiz. Mana bilet. Mana shu 2365 raqamiga chiqqan ekan. Bu esa chek. 4000 rubl ikkita biletga tashlashgan ekan. Cobalt avtomashinasi nasib qilsa bemalol xohlasangiz sotishingiz, xohlasangiz bemalol haydashingiz mumkin. Lekin hadya qilishyapti otalariga, otalarini yaxshi yo'lda haydab yurishadi. Mana niyatlariga yetsin. Allohim bolamga ham bolalaridan qaytarsin, ishlariga rivoj bersin. Sizlarga ham kanallaringga omad tilayman. Hamisha bardavom bo'lsin. Nima niyatlar bo'lsa kanaldagilar ham yetsin. Xudoim ishlariga rivoj bersin. Rahmat bo'lsin. Mashina bilan tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringga buyursin. Rahmat. Do'stlar, ko'ryapsiz, mana o'g'illarini niyat qilishgan ekan dadalariga sovg'a qilishga. Mana Xudo ham berib qo'yibdi. Siz ham albatta riskovatni qiling, keyingi o'yinlarda ishtirok eting. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Sizni o'g'lingizni tushda. Siz ham akasiz. Tog'alar. Siz gapirasizmi? Tog'alarsiz. Bo'ldi. Qayerdan keldingiz? O'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Men Farg'ona viloyat So'x tumanidan keldim. O'g'lim Rossiyada Ulyansk shahrida ishlaydi. Shu 5 yildan beri shu nima kanalini obuna ekan, o'shanda ishlar ekan. O'sha bilan o'ynar ekan. Короче, mana mashinani yutib olibdi. Biz xursandmiz. Sizlarga omad. Hamma o'ynasin, omadi kelsa обязательно nima yutib oladi. 5 yildan buyon o'ynashadi bizga kanalda. Avval ham yutgan mashina yo endi birinchisi? Yo'q, endi birinchisi bu. Mana endi uzoq vaqtdan buyon o'ynab kelib, umidsizlikka tushgan odamlar
mana 5 yil o'ynab mana yutishibdilar baribir oxiri. Demak, do'stlar, istalgan vaqtda imkoniyat paydo bo'lishi mumkin va albatta mana shu mashina nasib qilgan bo'lsa, qachondir baribir yutasiz. Aka, iloji bo'lsa chek raqami va bilet ko'rsatib o'tsangiz. Tak, 10 ta bilet olgan, mana oxirgisi 48 88 ga chiqqan. 48 va 88 mana shu yerdan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Yusuf ketgan. Mana shu biletlar. 48 68. 48 82 bor ekan, 48 88. Mana do'stlar 48 88 bilet raqamiga chiqqan ekan. Bu esa menimcha chek raqami. Mana 20 ming rubl 10 ta biletga pul tashlangan. Tabriklaymiz, Cobalt avtomashinasi yaxshi kunlaringga buyursin, so'xtumaniga yetadi. Nima qilamiz endi, sotamiz yoki Yo'q, o'zimizga ham minamiz endi, xudo xolasa. yaxshi kuninglarga buyursin. Tabriklab qolamiz. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, demak, navbatdagi o'yinlarda ham ishtirok eting. Hozir BMW X6 M paket o'yinda demak start berilgan. Mana shu o'yinda ishtirok etib BMW va boshqa Kia K5 avtomobilini yo Kia Rio edi men adashmasam bemalol yutib olishingiz mumkin. Demak, Telegram kanaliga o'tamiz. Batafsil ma'lumot Telegram kanalida bor.